Buni Shayx Hazratlarining o'zlari aytib berdilar. Bir kun o'zlaridan alohida bir suhbatlashib o'tirganda so'radim, ustoz, Gorbachov bilan uchrashgan ekansiz haj to'g'risida. Shu suhbatni bir uchrashganingizni aytib bering dedim, aytdilar. O'sha sizda dedilar, 89-yil Moskvaga borsak dedilar, xristianlik diniga, yahudiylik diniga, boshqa dinlarga ancha-muncha erkinlik berilgan ekan. Cherkovlar ochilibdi. Ularni dinni o'rgatadigan maktablar ochilibdi. Lekin biz islom dinimizga hech qanday biror bir sharoit yo'q edi. Shunda sekin Gorbachov bilan uchrashdim sizdan keyin dedilar. Borib turib Gorbachovni bu yerda yosh kattalar bilishadi kim ekanligini. Yoshlarimizga tushunarli bo'lishi uchun hozirgi kunda 15 ta mamlakatning podshosi. O'sha yerda 15 ta respublika bo'lgan. Hozir 15 ta mamlakat bo'lib ketdi. 15 ta davlatning podshosi. Ana endi kimligini tasavvur qilib beringlar. Ana shunday inson bilan Shayx Hazratlari to'g'ri borib uchrashdilar. Aytibdilar Gorbachovga, nima uchun xristianlik diniga erkinlik berildi? Yahudiylik diniga erkinlik berildi? Boshqa dinga erkinlik berildi? Axir biz ham shu Sovet mamlakatining bir bo'lagimiz-u. Nima uchun biz islom dinimizga erkinlik berilmayapti? Gorbachov aytgan ekanlar. Gasbadiy muftiy debdilar. Men bu haqida ma'lumotim yo'q. Siz yozma ravishda menga bir ma'lumot bering, ko'rib chiqaylik. Kim biror bir narsa deb aytarmiz debdi. Shayx Hazratlar uxlamasdan 16 varaq biz musulmonlarning ahvolimiz to'g'risida ma'lumot yozibdilar. Bizlarga nima kerak ekanligini. Keyin aytadilar, yana o'sha sizda uchrashdik dedilar. 16 varaq narsani taqdim etdim. Siz tugallanyapti. Lekin Gorbachovdan sado yo'q. Endi nima qilaman ekan, uchrashib bo'lmaydi. Gorbachovning shunaqangi qarovlari ko'p atrofida, birorta bir odamni yaqinlashtirmaydi dedilar. Ses tugib hamma chiqib ketdi. Bitta men o'zim o'tiribman dedilar. Bir payt Gorbachov butun qo'riqchilari bilan birgalikda zal tarafga qarab yurishni boshladi, tepadan tushib dedilar. Endi narigi eshikdan chiqib ketar ekan deb o'ylasam, to'g'ri meni yonimga keldi qo'riqchilar bilan dedilar. Shunday kelib turib Gasbadiy muftiy deb so'rashib turib, men xatingizni o'qib chiqdim. Men shuncha narsadan bexabar ekanman. Yurtimizda shuncha musulmonlar bor ekan, shuncha tashvishi bor ekan-ku, shuncha tilaklar, istaklari bor ekan-ku, nima uchun menga hech kim aytmagan? Siz uchun katta rahmat sizga. Siz menga mana shu narsani boxabar qildingiz. Agar siz boxabar qilmaganingizda qancha buni ishlab qolib ketgan bo'lar edi. Ruxsat dedilar. Hazrat aytadilarki, shunaqangi xursand